Mirshad, quloq tiling ha. 9 guldan talab chiqdi. Tunchi do'ppiliklardan ketdi, gilam do'ppiliklardan ketdi, sumbul sochliqlardan ketdi, qo'y ko'zlardan ketdi. Ay yuzliklardan 9 gulimizdan maktub yetdi. Tutashqan tog'lardan xabar kelib, iqin suvdan uchib ketdi deydiganmiz-da. Xo'sh, demak ular 9 qizini talab chiqibdi. Nima talab keldi? 9 gulimiz deydi. Bizning bugungi bu mashribimizda Bulbul onamiz Pasha Ishanning naqshini anglagan bo'lsak, tashna yurgimiz qanotdi deydi. Nayt o'rliq talab bo'ldi. Xo'sh, yigit beshi nima deydi ekan? 9 qizning bu talabi nayt o'rliq talab bo'ldi. Qani unda bo'lsa, mo'tivar nima deydi ekan? Şinjan bulbuli deb nom olgan Pasha Ishanning naqshisi bizga huzur va ilhom bag'ishlaydi. Ana mihrim yürekte üşmez gülhan emet mu? Şefkatinde teşekkür, teşekkür. Can ana. Caniyem ana. Dılda dastan emmes mi? Ok süt biri, sütleri, hoştan beni katargan. Hayatımda yar geldi, kılmaz teslim, teslim baharha. Hayatımda yar kıldı, yar kıldı. Cennem kurban emet mu?